Atiga 10 sekund ichida minglab dollarlik daromad. Buni bilmoqchi bo'lsangiz videoni oxirigacha ko'ring. Misol, bu yerda 17702 dona mijozda, ya'ni odamlarning kontakti bor. Bizga qo'yib bergan platformada biznes egasi 17702 dona platformadagi raqamlarni yig'gan. Bular asosan bir marta qo'ng'iroq qilishgan va sotib olgan mijozlar sarasiga kiradi. Hozirda bizga 17702 dona odamga Telegram botlariga va telefon raqamlariga massiviy reklama xabarlari yuboriladi. Xo'p, birgina tugmani bosamiz va napisat messenger qilamiz. Ko'rishimiz mumkin, faqatgina ertaga Muborak juma aksiyasi bilan barcha mahsulotlarimizga 9% chegirma ulgurib qoling. Mahsulotimiz atiga 200 dona odamga taqdim etiladi. Hoziroq joyingizni vaqtiring. Ushbu telefon raqamlariga 17702 ta odamdan kamida 1700 tadan 2500 tagacha odam qo'ng'iroq qiladi va o'sha call center, ya'ni biznes egasining telefoni portlaydi. Bozorlarda mijozlar, ya'ni odamlar yo'q deysa, hurmatli biznes egalari, sizlarda mijozlar yo'q emas, sizlarda o'sha mavjud mijozlaringizni ba'zi, ya'ni kontaktlari yo'q. Bularni sizlar yig'ib ishlatishinglar kerak. Qayta sotuvlarda yo'lga qo'yish orqali sizlar LTV larni yuqori qilasizlar. LTV si yuqori bo'lgan biznes har doim rivojlangan. Sizlar ham qisqa muddat ichida katta miqdordagi mijozlarga qayta sotuvlarni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsanglar, hoziroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar.